Bu apparatni ishlatishni tez va oson o'rgatib qo'yaman. Bosamiz 3 sekundda yonadi. 3 ta chiroq, ya'ni zaryadkasi to'liqligini bildiradi. Bu joyga suv quyamiz. Eng muhim joyi. Agar sovuq suv solib ishlatadigan bo'lsanglar, 4 ta chashka damlashga yetadi. Ya'ni 4 ta sovuq suvni o'zi qaynatib 92 gradusgacha chiqaradi suv haroratini va kofeni damlab tayyorlab beradi. Hozir video davomida ham ko'rsatib tushuntirib o'taman. 4 ta chashka damlab bo'lgandan keyin nima bo'ladi desa, batareyaga o'tirib qolmaydi, dalsha ishlayveradi. 400 marta yana damlashligi yetadi. Men o'zim Xitoyda 10 kun ishlatib yurdim. Zaryadkasini tugata olmadim. Sovuq suv solasizlarmi, issiq suv solasizlarmi, bitta knopka bilan sirazi jarayon boshlanadi. Agar sovuq suv solib qaynatib xohlasanglar, u jarayon boshqacha. O'sha ikkita uslubni hozir sizlarga o'rgatib qo'yaman. Yoqdik, sirazi damlab joyida ko'rsatib beraman. Mana kapsula, alyuminiy kapsula ishlatamiz. Tak. Birato'la qanaqa ochishlarini ham ko'rib o'tib ketamiz. Mana shunaqa bo'ladi. Kapsulani joylaymiz, qattiqroq bosamiz mana. Bosdik. Joylayapmiz. Joyladik. Suvni solamiz. Belə bo'ladi. 50 da achchiqroq chiqadi, 90 da yumshoqroq chiqadi. Mana suvni soldim. Endi qaranglar, sovuq suvni soldim deb tasavvur qilinglar. Menda termosda iliqroq. Kerakli shuni ham gradusini ham o'lchaymiz, qancha gradusda. Mana 20 gradusga yetar yetmas. Xo'p, suvni haroratini ko'rdik. Endi yopamiz. Yopamizda qaranglar, mana suv solindi, apparat yoqildi. Knopkani tezda 2 marta bosamiz. Tez. 1 2 mana qaynatishga o'tdi o'sha mana. 2 ga chiqdi. Taxminan 3 minutda qaynatib bo'ladi. Minutga qarab qo'yasizlar. Mana videoni ham uzmay tezlashtirib yuboraman shu joyini. Suv qaynayapti. Mana shu holatda sovuq suvdan qaynatish holatida 4 ta chashkaga yetadi. To'liq zaryadka bilan. Agar sizlar postoyanno shunaqa sovuq suvdan qaynatib ichaman desanglar, 4 ta chashkadan keyin to'liq zaryadka qo'yish kerak bo'ladi. Agar issiq suv bilan ishlatsanglar, past bu yoqdan sovuq suv bilan issiq suv quyib ishlatadigan bo'lsanglar, 400 marta damlashinglarga yetadi. Mana qaynash jarayoni ketyapti. 4 marta buni ham приблизительно aytayapman, balkim 5 ta 6 taga yetar. Uni hali test qilmadim. Men hozir faqat o'chirib yoqib ishlatishni tushuntirib beryapman. Mana o'sha ko'p yondi. Hozir o'zi o'chadi apparat. Chunki o'sha qaynadi suv. İçini ham ochib ko'rsating. Mana. O'sha qaynayapti. Suv qaynadi, tayyor degani. Stakanni qo'yamiz va jarayonni boshlaymiz. Qaynab bo'lgandan keyin tugmani bir marta bosish orqali, mana bir marta bosamiz, ishga tushadi. Mana. Xohlagan paytingizda to'xtatasizlar o'zingizlar. Mana. Suvsiz ishlab qo'yish kerak emas apparat. O'chirdik, shetga qo'ydik. Mana kofe tayyor. Tak mana 4-etap ko'k yondi, hozir o'chadi va biz ikkinchi kofemizni tayyorlaymiz. Qaynatish ana o'chdi. Oldik. Tayyor. Bir marta bosamiz mana knopkani mana boshlandi. O. Tutunlari ham chiqayotgandir, yaqinroqdan ko'rsatamiz. Kofe original, xushtam, haqiqiy. Endi suv solib ishlatish tartibi. Masalan, suv sovyapsizlar mana. Suv sovyapsiz. Tepadan mana suvni quydingiz. Suvni quyganingizdan keyin endi 2 marta bosishingiz shart emas. 2 marta shart emas. 1 marta bossangiz mana kofe qo'ymasdan shundoq suvni qaydayman mana. 1 marta bosasiz bo'ldi. O'zi ishga tushib ketadi. To'g'ridan to'g'ri ishga tushadi. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Hali qiziqarli videolar oldinda. Salomat bo'linglar.